Assalomu alaykum saboqdoshlar. Men bugun sizlarga Ibrat nomli qisqa hikoyani o'qib bermoqchi. Undaq bo'lsa, boshlab ketdik. Burunqi zamonda bir odam qirib, maqchiyib ketgan dadasini beqish eg'ir tuyulg'achqa daryoga tashlab o'tishni ko'ngliga pukibdi. Kunlarning birida o'g'li dadasini ko'tarib berib, daryoga tashlay deb turganda dadasi: "Balam, meni tashlamoqchi bo'lsang, ana avu cho'nqur qaynamga tashlag'in", debdi hasrab. "Menmo bobongni shu yerga tashlab etgan edim." O'g'li bu gapni anglab o'ylanib turib qopti. "Men dadamni xorlab daryoga tashlab etadigan bo'lsam, kelgusida menimi bolalarim tashlab etsa qandoq bo'lgani?" Shuning bilan o'g'li dadasini hapash qilib uyga qaytirib keldi va hurmatlab obdan beqibdi. Bugungi hikoyamiz mush yerda oxirlashdi. Xayr xo'sh.